Xo'p, bunisida ham bo'lmasa-chi? Keyin uni ham qo'yib yuborib, yana boshqasiga uylanamanmi? Umring o'tyapti bolam. Agar bunisida ham bo'lmasa, mayli keyin shunday yashayverasan. Ona, yashaydigan bo'lsam, o'zimni xotinim bilan yashayversam bo'lmaydimi? Xotin zoti nasib emas-ku. Har kun almashtiradigan. Tug'mas xotinni boshingga urasanmi? Qayerdan bilasiz tug'mas xotinligini? Balkim ayib mendadir. Bormagan tabib, ko'rinmagan doktorimiz qolmadi. Hech kim aniq gap ayta olmayapti-ku. Yana ozgina sabr qilaylik. 6 yil bo'ldi. Bilganingni qiling, qoploq hektar. Aya. Boray. Men roziman. Ajrashamiz. Sen bilan baxtli bo'lishimiz uchun farzand bo'lish shartmi? Shundoq ajrashib ketaveramizmi? Farzandsiz-ku bir amallab yashayapman. Sensiz qanday yashayman? Bir umr farzandsiz o'tsam ham ajrashmaymiz. Gap tamom, vassalom. Shoshma, to'xta. Kelin, chaqalog'ingizni qorni ochdi. Hozir oyijon. Bir paytlar bolam yo'q, ketaman derding. Endi eplolmayapsanmi? Siz sabab shu kunlarga keldik. Hey, yo'q. Bu kunlarga chiroyli sabrimiz natijasida keldik. Unutma, tunning eng qorong'u nuqtasida tong yorishishni boshlaydi. Hoy, gap sotib o'tiraverasizmi? Hozir bolangiz ochligidan meni ham yeb qo'yadi. Hozir oyijon. Barcha farzand kutayotganlarga shu yil Hasan, Husan, Fatima, Zuhralar bersin deganlar bitta like bosib qo'yamiz. Yonimda bo'l har onimda